Qirg'izistonda zot toza qo'chqorlardan bo'lsa, boqaman deb kutib turgan obunachilarimiz uchun akalar mana toza Qirg'iziston zot toza qo'chqorlar yetib keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Elmurotuz kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, Chorva ishqibozlari. Hurmatli obunachilar, bugun biz video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida Akramjon akamizni xonadonlarga yetib kelamiz. Akramjon aka, hormang. Qo'ylakni oldingizmi? Ha, rahmat. Qo'ylar zo'rlardan kelibdi, xudo xolasa. Hammasi qo'chqormi bular? Hammasi qo'chqor, ha. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni chiroyli qoldirib turasizlar. Xudo xolasa qo'yiladi barcha ma'lumotlarini Akramjon akamizga berishga harakat qilamiz. Bo'lmasam biz video syomkalarimizni boshladik. Bugun haftaning yakshanba kuni 8-fevral 2026-yil akalar. Buni qo'ydi qarang, kameraga kelyapti. Jonivor. Osilgan dumbasi yo'q birorta. Hammasi tikdumba, xudo xolasa. Eng qizig'i qo'zi hammasi. Hammasi qo'zi akalar mana. Xudo xolasa kuzgacha bular tarbiyalab, qo'y qo'shaman degan obunachilarimiz bo'lsa, akalar tavsiya qilib qolamiz mana. Hammasi zoti bor qo'ylar, xudo xolasa. Sizda dollar o'zatadigan ham bor, dollar qo'ymaymiz. Arashallari bor aka-chida jonivor. Ashaq judelikchi? Quloq 20lari ham bor ichida. Gap yo'q. Bo'lmasam Akram aka, bular yoshligi necha oylik endi? Yoshlik 10 oylik, 11 oylik. O'rtamda kiringcha qilib yuradi. Bo'ldi. 10 oylik, 11 oylik. Ha, 10 oylik, 11 oylik atrofida. Dumbalarni qaranglar akalar. Jonivorlar. Soni nechta? Soni 8 ta bo'ldi. 8 dona. Ha, yerbichari boshqasida muammosi yo'q. Mashina shuncha Akram aka mashinasini? Qaysini? Mashinasini, mana arashamni. Mashina. To'g'ri deylikchi. Shunaqa qarashamga ko'p obunachilar mana shunaqa qiziqadi mana. Jonivorni qaranglar akalar. Tishi qo'zi. Metrda 10 metrda ko'rsatib qo'yaylikchi bitta. Siz isboti bilan bo'lsin deydi-ku. Ana endi. Turmas ekan-a? Turmayapti. Menga bering. Shing. Akalar buni yuzini qaranglar, jonivor, chiroyliligini. O'ta go'zalda mana. Bo'yinda tumorlari ham bor ekan. Qani? Hayt jonivor. Mana akalar, o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. 90 ga yaqin chiqyapti akalar. 85 ga beraveramiz. 80 plyusga olishadi. 80 plyusga olishaveradi? Mana akalar. Jonivorni qaranglar. O'ta go'zalida. Orqani ko'rsatib qo'yaylik. Etlari ham yaxshi keladi. Eti ham zo'r, xudo xolasa. Bo'ldi, qo'yavering. 3 oy to'ray. Hammasi yemda turgan qo'ylar. Yemini yeb turganda ularimiz o'tgan yil Qirg'izistondan kelganda bir kishiga olib berdim. To'ray 5 oy boqib o'zimga qaytarib berishdi. Gap. Ashaqqa yursinchi, yurasinchi. Mana akalar yurishlarini ham ko'rsatib qo'yilib qo'yiladi. Haqiqiy polvon qo'ylar akalar mana. Ayiq polvon jonivorlar. Gap yo'q. Bo'lmasa Akram aka, obunachilarimizga bular dastlabkilarini qayerga chiqib beramiz? Dastlabki Samarqandga chiqib beramiz. Samarqandga chiqib beradi dastlabki. Bitta olsa ham. Bitta olsa. Gap. Akalar mana bitta olsalarga ham xudo xolasa dastlabkilar qilib beradi. Bo'ylari akalar 80 pil, 85. 80 pilga beriladi akalar hammasi. Mana jonivorlar. Akramjon aka, bo'lmasa videoni cho'zmaylik. Bular narxini necha puldan qilib berasiz? Bo'ladigan obunachilarimizga. 7 milliondan bersin. Yo, 7 million demaksa kelishtiring Akram aka. Ha, narxni bomba qilib beraman dedingiz-ku. Chiroyli qilib bering chiqadi. 68 dan bersin. 68 dan, 6,5 ham do'ringchi. Hammasini bir joyga olsin 6,5 dan. 6,5 dan. Telefon qilsa o'tib berasiz. Hammasini bir joyga olsa vodiyga, mana turing. Ha. Vodiyga endi yaqinroq o'zimizga. Ha. O'tib beramiz. O'tib berasiz, gap Mana yo'q. yerda. Tanlab olishgachi? Tanlab olishga 6,5 milliondan ham olish olsin. Bitta tanlab olsa. Bitta olsam 6,5 million. 6,5 million. Gap yo'q. Mana hurmatli obunachilar, bitta olsalar ham 6,5 million. Xudo xolasa telefon qilib, akalar savdolashib olasizlar. Hech kim aytgani sotmagan. Xudo xolasa o'tib beradilar. Telefon qilsalar. Mana kelaman desalaring, manzillarimiz shu Namangan tumani Tepaqo'rg'onda, kollej yonida. Pastdagi nomerlarga telefon qilsalar, akalar lokatsiyalar tashlab berishadi. Kim email qilgan bo'lsa, telefon aloqa chiqarasizlar. Video syomkalarimizda xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.